Xitoy diktatori Xi Jinping xalqaro tanqidlarga qaramay, Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bilan bo'lgan munosabatda qattiq muomala qilishni talab qildi. Belgilanishicha, Xi Jinping shanba kuni Sharq Turkistonning poytaxti Urumchida so'z qilib, atalmish terrorlikqa qarshi turish tadbirlarini kuchaytirishni, Uyg'ur va rayondagi boshqa turkiy millatlar e'tiqod qiladigan islom dinini xitoylashtirishni davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. U ijtimoiy muqimlikni eng muhim o'ringa qo'ydi. U buning davom qilayotganligini ta'kidladi. Xi Jinping so'zida nurg'un demokratik davlatlar tomonidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atalgan atalmish Xinjiang siyosatini davomlashtirishni talab qilgan. Sharq Turkistonning Sanju oblasti Jimsar nahiyasida o'ltirishliq qozoq aholisi Qusman Rexim o'g'li islomiy to'y murosimiga qatnashgan degan bahona bilan tutqun qilinganligi ma'lum. Erkin Asiya radiosining tutqun Qusman Rexim o'g'lining Qozog'istonda o'ltirishliq inisidan egilishicha, doirlar Qusmanni qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullangan deb ayblab, uydan tutib ketgan ekan. Ana yurt fidoyilar tashkilotining bir xodimining aytishicha, Qusman Rexim o'g'li 2023-yil 7-oyning 14-kuni tutqun qilingan bo'lib, doirlar uni uyda Qur'on saqlaganligi va Qurban hayit mezgilida boshqalarning uyiga berib Qur'on o'qiganligi va islomiy to'y murosimiga qatnashganligi uchun tutqun qilgan ekan. Angliya Times gazeti bir tekshirish dokladini e'lon qilib, Xitoy istixborot xodimlarining 930 milliondan ortiq abonentlari bo'lgan LinkedIn to'ri orqali minglagan Angliya amaldorlarini qo'lga kirgizishga va ularni zo'r miqdorda pul yoki foyda oladigan savdo takliflari bilan ta'minlash orqali Angliyaning davlat maxfiyatligini qo'lga tushirishga uringanligi oshkorlangan. Tekshirish dokladida bildirilishicha, Robin Jang ismli bir Xitoy istixborot amaldori saxta aksiya shirkati va to'r bekat qurib, Londondagi davlat ilmiy organlar bilan munosabat o'rnatish orqali boshqalarning uningga ishonish nisbatini oshirgan. U saxta kimlik va shirkat orqali Angliya bexatarlik xodimlari, ma'murlar, akademiklar, maxfiy sonliq ma'lumot va savdo sohasida sezgir texnikaga erisha oladigan o'quvchilar bilan aloqa o'rnatgan. O'zbekiston Oliy sudi 1920-yildan 1930-yilgacha Rossiya va Sovet ittifoqi armiyasiga qarshi keskin jang qilgan bosmachi, ya'ni oqinchilar harakatiga qatnashganlik uchun Sovet ittifoqi hukumati tomonidan ayblangan 240 odamni oqladi. 8-oyning 24-kuni Oliy sud ko'pinchisi o'lim jazosiga hukm qilingan, ba'zilari uzun yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bir turkum kishilarni oqlab hukm chiqardi. Bu oxirgi qaror bilan bosmachi harakatiga qatnashgan jami 856 kishining sharafi asliga keltirildi. Amerika Davlat ishlar kotibatligi Tayvanga $500 million qimmatidagi F-16 Enfira qizil nurliq iz qo'g'lash sistemasi va munosabatlik uskunalarni setishni tasdiqladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin buning qarta inkos qaytarib, Amerika Tayvanga qurol setishni darhol to'xtatish kerak dedi. Belgilanishicha, qattiq yomg'ir keltirib chiqargan kelkun sababidan Xitoyning 10 o'lkasida jiddiy holat e'lon qilingan. Kelkundan mudofialanish va qurg'oqchilikqa taqobil turish markazining bayonotida Shandong, Shanxi, Sanxi, Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Sichuan va Guizhou qatorliq o'lkalarda hamda Chongqing shahrida 4-darajalik jiddiy ogohlantirish e'lon qilingan.